Yomg'ir go'yo osmon chelagini agdargandek, mashg'ulot maydonini loyqa, qo'rqinchli botqoqlikka aylantirib, shiddat bilan quyar edi. Bu muzdek jala ostida yosh bir harbiy qiz turardi. Uning bir qo'li va bir oyog'i oq gips bilan qotirilgan, bu uning ojizligidan dalolat berardi. U bor kuchi bilan sog'lom qo'liga tayanib, loyqa yerga tiranishga harakat qilardi. Uning yelkasiga boshqa bir askar ikkinchi hol gishtni qo'ydi. Bu og'irlikdan qiz ingrab yubordi. Bu dahshatli og'irlik ostida uning ozg'in qo'li xavfli tarzda titrar, go'yo hozir sinib ketadigandek edi. Bu manzarani qora soyabon ostidan kal boshli bir polkovnik muzdek nigoh bilan kuzatib turardi. U harbiy etikining uchi bilan qizning biqiniga turtib, tinimsiz yog'ayotgan yomg'ir shovqinini yorib o'tuvchi hayvoniy ovozda baqirdi. Bu vahshiyona hayqiriq butun maydonga tarqaldi. Befoyda maxluq, o'zingni kim deb o'ylayapsan? O'z haddini bilmaslikning bahosi qanday bo'lishini hammaga ko'rsatib qo'yishim kerak. Yuzlab askarlar qo'rquvdan qaltirab, boshlarini eggancha bu manzarani kuzatib turardi. Qizning yosh safdoshi, do'sti bo'lgan bir askar qamishdek titrardi. U sezdirmasdan bo'ynidagi jetoniga yashiringan kichkina tugmachani bosdi. Bu voqeadan bir necha oy oldin, quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondonligi bosh qo'mondoni xonasida, ulkan derazadan Orol dengizining moviy kengliklari ko'rinib turgan salobatli bir makonda havo juda og'ir edi. Haqiqatan ham borishing shartmi? Deya so'radi O'zbekiston xalqining faxri, Chol Borisi laqabi bilan tanilgan O'zbekiston qurolli kuchlarining tirik afsonasi general Azamat Aliyev. Uning ovozi odatdagidek jarangdor emas, afsusga to'la edi. Uning qarshisida harbiy tayyorgarlik kursini endigina tamomlagan 2 yosh askar g'oz turardi. Ulardan biri generalning yolg'iz qizi, jondan aziz ko'rgan Madina Aliyeva edi. Ikkinchisi esa uning bolalikdagi do'sti, qizi bilan olovdan, suvdan birga o'tgan, general o'z o'g'lidek ko'rgan Timur Valiyev edi. Ha, otajon, Madinaning javobi qisqa va qat'iy bo'ldi. Faqat qo'mondonning qizi bo'lganim uchun eng qulay joyga borolmayman. Men o'zimni eng qiyin va eng og'ir sharoitlarda isbotlamoqchiman. Axir siz doim o'rgatgan haqiqiy askarning yo'li shu emasmi? Qizining dadil ovozi oldida general Azamat Aliyev boshqa so'z aytolmadi. U bir vaqtning o'zida ham gururlanar, ham yuragi tilkapora bo'layotgandek his qilardi. Chunki qizi borishni so'ragan harbiy qism, bu Amir Temur nomidagi brigada edi. Bu brigada o'zining qattiq intizomi va eng shafqatsiz mashg'ulotlari bilan mashhur edi. General o'rnidan turib, xonaning bir burchagida turgan ulkan seyfni ochdi va undan 2 kichik baxmal quticha oldi. Madina va sen, Timur, u yoshlarning qarshisida turdi. Ota va sizning qo'mondoningiz sifatida men sizning irodangizni hurmat qilaman. Lekin ayni paytda sizni himoya qilishga ham majburman. U qutichalarni ochdi. Ichida oddiy harbiy jetonlarga o'xshash 2 metall kulon bor edi. Ammo ular oddiy jetonlar emas edi. Titan qotishmasidan maxsus yasalgan bu jetonlarning orqa tomonida deyarli ko'rinmas kichkina tugmacha yashiringan edi. Buni doim bo'yningizda taqib yuring. U o'z qo'llari bilan jetonlarni ikkisining bo'yniga taqdi. Bu shunchaki jeton emas, bu sizning so'nggi najot arqoningiz. Uning ovozi pasaydi. Armiya vatanni himoya qiladigan muqaddas joy. Lekin ayni paytda u son-sanoqsiz xavf-xatarlarga to'la makon. Ba'zan dushman miltigining o'qidan ham qo'rqinchlirog'i o'z ichimizdagi dushmanlardir. Uning ko'zlari sovuq chaqnadi. Agar biror lahzada adolatsizlikka uchraganingizni yoki hayotingizga tahdid solinayotganini his qilsangiz, sizning kuchingiz yetmaydigan vaziyatga tushib qolsangiz, eng so'nggi damda askarlik sha'ningiz toptalib, gururingiz sindirilganda mana shu tugmani bosing. Shu tugmani bosgan zahotingiz, sizning joylashuvingiz, atrofingizdagi tasvir va ovoz haqidagi ma'lumotlar darhol bosh qo'mondonlik shtabiga uzatiladi. Va o'sha zahoti O'zbekiston qurolli kuchlari safarbar qila oladigan butun qudrat sizni qutqarish uchun harakatga keladi. Bu bir otaning o'z qiziga bera oladigan eng kuchli va ayni paytda eng umidsiz va'dasi edi. Lekin yodda tuting, bu sizning so'nggi chorangiz. Arzimagan narsalar uchun aslo suiiste'mol qilmang. Barcha sinovlarni o'zingiz yengib o'tishingiz kerak. Umid qilamanki, bu tugmani bosishingizga to'g'ri keladigan kun hech qachon kelmaydi. Tushundik. So'zlaringizni yodimizda saqlaymiz, janob qo'mondon. 2 yosh askar jarangdor ovozda javob berdi. Ularning qalbida noma'lum dunyodan qo'rquv bilan birga askarlik gururi josh urardi.
Ular otalari bergan bu kichkina jeton tez orada haqiqatan ham ularning so'nggi najot arqoniga aylanishini hali bilishmasdi. Va ular o'zlari tanlagan shon-sharafli zamin, aslida inson tasavvuridan tashqaridagi shafqatsizlik hukmronlik qiladigan kichik bir dozax ekanligini ham bilmasdilar. Barcha fojialarning urugi otaning qaynoq mehri bilan birga shunday ekilgan edi. Taqdir soati o'zining halokat sari ilk qadamlarni tashlay boshlagan edi. Amir Temur nomidagi motoqchi brigadasi. O'zbekiston qurolli kuchlarining tirik timsoli bo'lgan, nomi o'ziyoq dushmanni titratadigan elita qism. Chegaraning oldingi chizigida, qattiq dasht shamollariga bardosh berib, narigi tomondagi dushmanga qarshi turgan eng o'tkir nayza. Madina va Timur bu nom olib kelgan ulkan gurur va kuchli hayajon bilan qism darvozasidan kirib kelishdi. Ammo ular duch kelgan haqiqat, ular tasavvur qilgan shon-sharafli zamindan ancha yiroq edi. Qizgin mashg'ulotlar o'rniga butun qismni ogir va bog'uvchi sukunat qoplab olgan edi. Askarlarning yuzida o'ziga ishonch va askarga xos matonat o'rniga, go'yo nimadandir ezilgandek bezoftalik va itoatkorlik ifodasi bor edi. Va bu g'ayrioddiy sukunatning markazida brigada komandiri, bu qismning mutlaq hukmdori, polkovnik Rustam Qosimov turardi. U 50 yoshlar atrofida, past bo'yli, kal boshi yaltirab turar, birorta ham sochi yo'q edi. Uning kichik ko'zlari doim norozilik va g'azabdan yonib turar, qalin lablari qattiq qisilgani esa uning zolim tabiatini ochiq ko'rsatib turardi. U harbiy qismni o'zining shaxsiy saltanati deb biladigan haqiqiy zolim qo'mondon edi. Uning yagona tashvishi o'z mavqei va yolg'iz o'g'lining kelajakdagi martabasi edi. Uning o'g'li leytenant Sardor Qosimov. Otasining soyasida u o'z qobiliyatiga noloyiq bo'lgan muhim lavozimlarni egallab olgan edi. U baland bo'yli, barcha mashg'ulotlarda o'zini kibrli va beparvo tutardi. U o'zidan ustun bo'lgan quyi chinli askarlarga chiday olmasdi va otasining qudratiga tayanib, har qanday yovuzlikni qilishdan tortinmasdi. Qismga tayinlangan birinchi kundanoq Madina va Timur bu chirigan saltanatning haqiqatini his qilishdi. Ular yangi askarlar sifatida hisobot berish uchun brigada komandirining xonasiga kirganlarida, polkovnik Rustam Qosimov ularga qog'ozlardan ko'z uzmay, beparvolik bilan qaradi. Madina Aliyeva, Timur Valiyev. Mashg'ulot maktabidagi natijalaringiz a'lo darajada, lekin bu joy mashg'ulot maktabi emas. O'zingizni ehtiyot qiling. Uning ovozida yangi kelganlarni rag'batlantiradigan zarracha ham iliqlik yo'q edi. Shu payt brigada komandirining eshigi sharaqlab ochildi. Leytenant Sardor Qosimov xonaga go'yo o'z uyiga kirgandek kirib keldi. U hatto otasiga salom ham bermay divanga yotib oldi. Dada, bugun mashg'ulotdan javob olsam, shaharga borib kelmoqchi edim. Do'stlarim bilan uchrashuvim bor. Bu ahmoq ish vaqtida qayoqqa bormoqchisan? Hoy dadajon, bugun hech qanday maxsus mashg'ulot yo'q-ku. Men bo'lmasam ham qism o'z ishini qilaveradi. Rustam Qosimov tilini chaqchaytirib, istamagandek bo'lib, keyin bosh irgadi. Mayli, faqat kech qolma va hech qanday ahmoqlik qilib yurma. Bu armiyada bo'lishi mumkin bo'lmagan aql-bovar qilmas manzara edi. Bu yuqori va quyi chinli askarlar o'rtasidagi suhbat emasdi. Bu shunchaki erka ogil va uni erkalatayotgan otaning manzarasi edi. Madina va Timur jim kuzatib turishardi. Shu payt Sardor Qosimovning nigohi Madinaga tushdi. Uning dadil ko'zlari va go'zal tashqi ko'rinishi Sardorni o'ziga tortdi. U yovuzlarcha jilmayib unga yaqinlashdi. Bu safargi yangi kelganlar orasida chiroylisi ham bor ekan. Isming nima edi? Madina Aliyevami? Isming ham go'zal ekan. Bugun men bilan shaharni aylanib kelishni xohlaysanmi? Men senga askarlik hayotining barcha nozik tomonlarini o'rgataman. U ochiqchasiga unga shilqimlik qildi. Madinaning yuzi muzdek bo'lib ketdi. Kechirasiz, janob leytenant. Bugun men o'z vazifamni qabul qilib, ishni o'zlashtirishim kerak. Umid qilamanki, siz ham askarlik burchingizni unutmagansiz. Pichoqdek keskin rad javobi oldida Sardor Qosimovning yuzi o'zgarib ketdi. Nima deding? Bir oddiy askar qiz uning iltifotini rad etishga, otasining oldida uni sharmanda qilishga jur'at etdi. Sen kimsan o'zi? U nimadir deb baqirmoqchi bo'lganida Rustam Qosimov uni to'xtatdi. Sardor, to'xta. Mehmonlar oldida o'zingni sharmanda qilma. U o'g'lini to'xtatgandek bo'ldi, ammo ko'zlari bilan Madinaga sovuq bir ogohlantirish yubordi. O'g'limga tegishga jur'at etdingmi?
Endi harbiy hayoting oson bo'lmaydi. O'sha kuni kechqurun Madina va Timur yotoqxonaga joylashtirildi va u yerda ular bu chirigan saltanatning yana bir haqiqatiga guvoh bo'lishdi. Yotoqxonadagi muhit juda og'ir edi. Eski askarlar yangi kelganlarga odamdek muomala qilishmasdi. Ular har xil bahonalar bilan yangi kelganlarni haqorat qilib, kaltaklashardi. Ammo galati tomoni shundaki, leytenant Sardor Qosimovga yaqin bo'lgan ba'zi eski askarlar bu adolatsizliklardan ozod edi va aksincha, yangi kelganlarni qiynashda boshqalardan ozib ketishardi. Hey, yangi kelgan, narsalaringni nima uchun bunaqa tartibsiz joylading? 100 marta otjimaniya qilasan. Kimda pul bor? Bugun kechqurun tovuq yeyishimiz kerak. Puli yo'qlar oz tanasi bilan to'laydi. Bu armiya emasdi, bu katta baliq kichigini yeydigan o'rmon qonunlari hukmron bo'lgan joy edi. Va bu o'rmonning eng tubida Sardor Qosimovning nafratiga uchragan va azob chekayotgan askarlar yotardi. O'sha kecha Madina va Timur ko'zlarini yuma olmadilar. Nihoyat ular qanday dahshatli joyga kelib qolganliklarini anglab yetdilar. Madina, biz bu yerda omon qolarmikanmiz? deya so'radi Timur bezovta ovozda. Madina javob bermadi, u faqat bo'ynidagi sovuq jetonni mahkam siqdi. Otasining so'zlari qulog'ida jarangladi. Bu sizning so'nggi najot arqoningiz. Yo'q, hali vaqti emas. Men o'zim chiday olaman. Chunki men askarman. U o'ziga o'zi shunday dedi. U nafaqat bu chirigan uyada omon qolishga, balki uni o'zgartirishga ham qasam ichdi. U bu jasur qarori uni qanday dahshatli fojiaga olib kelishini va bu fojianing oxirida otasiga bergan so'nggi va'dasini bajarishga majbur bo'lishini bilmasdi. Amir Temur nomli yo'lbarslar makoniga tashlangan ikki begunoh qo'zchoq. Ularning uzun va mashaqqatli kurashi endigina boshlangan edi. Amir Temur brigaдаsidagi mashg'ulotlar dozaxga o'xshardi, ammo Madina Aliyeva uchun bu dozax o'zining haqiqiy qadr-qimmatini namoyon etish uchun eng yaxshi sahna edi. Uning tomirlarida otasi general Azamat Aliyevning qoni oqardi, u tugma jangchi edi. Bu 20 yoshli oddiy qizning vujudida aqlbovar qilmas yovvoyilik va kurashish irodasi qaynar edi. Birinchi o'q otish mashg'uloti. Aksariyat yangi askarlar avtomatning kuchli zarbasidan yelkasini qisib, faqat nishonga tegizishga harakat qilayotgan bir paytda Madina boshqacha edi. Uning turishi toshga ildiz otgan qaragaydek mustahkam va tebranmas edi. Taq taq taq. Uning qurolidan otilgan o'qlar go'yo ko'zga ega bo'lib, 250 metr naridagi nishonning o'rtasidagi o'nlikka borib sanchilardi. 20 o'q, 20 aniq nishon. O'q izlari bitta tanga kattaligidagi joyga to'plangan edi. Bu deyarli g'ayritabiiy otish mahorati edi. Nima? Bu nima degan gap? U maxluqmi? O'q otish mashg'uloti boshligi ko'zlariga ishonmay pichirladi. Bu manzarani otish chizigining orqasidan kuzatib turgan leytenant Sardor Qosimovning yuzi qotib qoldi. U o'zini qismning eng yaxshi mergani deb bilardi. Ammo yangi kelgan bir askar qiz uning gururini ochiqchasiga oyoq osti qilayotgandi. U hasad va xorlikdan labini tishladi. Madinaning g'ayrioddiyligi jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarida ham davom etdi. To'liq anjomlar bilan 10 kilometrlik tezkor yurish. Hatto baquvvat erkak askarlar ham bosh chayqaydigan o'ta og'ir mashg'ulot edi bu. Lekin Madina hech qachon orqada qolmadi. Aksincha, u jismonan kuchsizroq bo'lgan Timur Valiyevning anjomlarini ham o'ziga ortib, indamay oldinga yurardi. Bu g'ayritabiiy kuch uning kichkina gavdasiga qayerdan kelayotganini hech kim bilmasdi. Madina, kechir, men sababli, deya hansirab gapirdi Timur. Hech qisi yo'q. Askarlar hech qachon o'z safdoshini tashlab ketmaydi, deya jilmaydi Madina, yuzi terga botgan edi. Bu manzara ko'plab safdoshlarning qalbida chuqur ta'sir va ishonch uyg'otdi. Ammo Sardor Qosimovning nazarida bu shunchaki jirkanch maqtanish edi. U qizning askarlar ishonchini qozonishini o'z hokimiyatiga tahdid deb bildi. Ziddiyat taktik mashg'ulotlar paytida avj oldi. Shahar sharoitida jang qilishni simulyatsiya qiluvchi bo'linma darajasidagi mashg'ulot. Madinaning bo'linmasi Sardor Qosimov boshchiligidagi dushman bo'linmasiga qarshi kurashishi kerak edi. Sardor Qosimov bu safar bu qizning kibrini sindirishga qat'iy qaror qilgan edi. U o'zining yuqori unvoni va tajribasiga ishondi. U oddiy taktikani tanladi, to'g'ridan to'g'ri hujum. Ammo Madina boshqacha edi.
U haqiqiy qo'mondondek joyning relyefidan mukammal foydalandi. Safdoshlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, ularga eng maqbul vazifalarni topshirdi. Timur, sen anavi 2 qavatli binoning tomiga chiqib, ratsiya orqali dushmanning joylashuvini doimiy ravishda xabar qilib tur. Sening kozing bizning kozimiz. Sobir, sen baquvvatsan, men bilan birga yon tomondan aylanib o'tib, dushmanga pistirmadan hujum qilamiz. Uning qo'mondonligi hech qanday to'siqsiz edi. Uning bo'linmasi tirik bir organizmdek uyg'un harakat qildi. Sardor Qosimovning bo'linmasi Madina qo'ygan tuzoqlarga ketma-ket tushib, birin-ketin mag'lub bo'ldi. Oxir-oqibat Sardor Qosimovning o'zi yolg'iz qoldi. U gazabini bosa olmay, yashiringan joyidan sakrab chiqib baqirdi. Madina Aliyeva, iflos qiz, qayerga yashirinding? Bu yerga chiq. Men shu yerdaman, janob leytenant. Uning orqasidan sovuq ovoz eshitildi. U dahshat bilan o'girilganda, peshonasiga Madinaning muzdek mashg'ulot avtomatining stvoli tirab turardi. Mag'lub bo'ldingiz, janob leytenant. Adolat bilan tan oling. Shu payt Sardor Qosimovning aqli uzildi. U bu mashg'ulot ekanligini unutib Madinaga tashlandi va musht oqtaldi. Ammo Madina uning qo'pol hujumini osongina chetlab o'tdi, qo'lini qayirib, darhol yerga yotqizdi. Janob leytenant o'zini yuqori lavozimga munosib tutganida qo'yib yuboraman. Bu manzarani polkovnik Rustam Qosimov mashg'ulotni boshqarish minorasidan kuzatib turardi. Uning yuzi komirdek qorayib ketgan edi. Uning oqli barcha qism a'zolari oldida bir yangi kelgan qiz tomonidan sharmandali tarzda mag'lub etilgandi. Uning qalbida Madinaga nisbatan nafrat va qora niyatli qasos olovi alanga ola boshladi. U bunga chek qo'yish kerak deb o'yladi. U agar Madina Aliyeva ismli bu yulduz porlashda davom etsa, nafaqat o'g'lining kelajagi, balki uning butun saltanati ham larzaga kelishi mumkinligini tushundi. U qaror qildi. U bu yulduzni abadiy o'chirishga qaror qildi. Bir necha kun o'tgach, u o'ta qiyin bo'lgan toqqa chiqish va qoyaga ko'tarilish mashg'ulotini rejalashtirdi. Bu qismdagi eng xavfli shayton changali deb nomlangan tik qoya yo'nalishi edi. Va u bu mashg'ulotning xavfsizligi uchun o'z o'g'li, leytenant Sardor Qosimovni mas'ul etib tayinladi. Bu mushukning oldiga go'sht tashlash bilan barobar edi. Togriroga och boriga qozichoqni tashlash edi. Mashg'ulotdan bir kun oldin kechqurun Rustam Qosimov o'g'lini ishxonasiga chaqirdi. Sardor, ertangi mashg'ulotga tayyorgarlik qanday ketyapti? Xavotir olmang, dedi. Hammasi joyida. Yaxshi. Ertangi mashg'ulotda aslo baxtsiz hodisa yuz bermasligi kerak. Ayniqsa o'sha Madina Aliyeva ismli qizga alohida e'tibor ber. Uning xavfsizlik anjomlarini maxsus tekshirib qo'y. Tushunarlimi? U baxtsiz hodisa va maxsus so'zlariga urg'u berib, o'g'liga yashirin ko'rsatma berdi. Sardor Qosimov otasining ko'zlariga qarab, darhol uning niyatini tushundi. Uning lablarida vahshiyona, shafqatsiz bir tabassum paydo bo'ldi. Ha, dadajon. Shunaqa yaxshilab tekshiramanki, u boshqa hech qachon Kozimga ko'rinmaydigan bo'ladi. Qorong'ulikda Otogilning nigohlari makkorona to'qnashdi. Ular o'zlari tuzayotgan bu dahshatli fitna qanday halokatli oqibatlarga olib kelishini umuman bilishmasdi. Ular faqat ko'zlariga tikan bo'lib kirgan dushmandan qutulish fikridan zavqlanishardi. Hasadga kor bo'lgan Otogilning ahmoqona rejasi amalga oshish arafasida edi. Eng yorqin yulduz eng chuqur zulmatga qulash taqdiriga duch kelishi kerak edi. Shayton changali o'z nomiga munosib, tik qoya insonning kibrini masxara qilgandek tahdid solib turardi. Deyarli 90 darajalik nishablik, yirtqich hayvonning tishlaridek turtib chiqqan o'tkir toshlar va pastda o'nlab metr chuqurlikdagi jarlik og'zini ochib kutib turardi. Toqqa chiqish va to'siqlardan o'tish mashg'ulotining so'nggi bosqichi. Madina va uning safdoshlari o'sha yerda turishardi. Bugun sizlar, jangchilar, mana shu shayton changalini zabt etasizlar. Askarlar uchun imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Hammada ishonch bormi? Mashg'ulotchi murabbiyning jarangdor hayqirigiga askarlar bir ovozdan baqirib javob berishdi, ammo ularning yuzlarida keskinlik va qo'rquv aks etib turardi. Polkovnik Rustam Qosimov qoya etagida qurilgan qo'mondonlik chodiridan butun manzarani qo'llarini qovushtirib kuzatib turardi. Uning ko'zlari boshqa askarlarga emas, faqat bir kishining, Madina Aliyevaning har bir harakatiga qadalgan edi. Uning o'g'li, leytenant Sardor Qosimov xavfsizlik mas'uli bo'gichini taqib, askarlarning anjomlarini tekshirib yurardi.
Uning yuzida odatdagi kibr o'rniga galati bir hayajon va kutish ifodasi bor edi. U bu dozaq sahnasida bo'lib o'tadigan shafqatsiz spektaklning bosh qahramoni ekanligidan mast edi. U askarlarning xavfsizlik arqonlari va kamarlarini tekshirgandek bo'lib, asta-sekin Madinaning navbatiga yaqinlashdi. "Hey, Madina Aliyeva, bugun ahvoling qanday? Choqqaga chiqishga ishonching bormi?" U masxaraomuz ohangda so'radi. "Hech qanday muammo yo'q, janob leytenant", deb javob berdi Madina. Ko'zlarida zarracha ham qo'rquv yo'q edi. "Aha, yaxshi. Bu ishonching menga yoqdi." Sardor Qosimov egilib, uning kamarini tekshirayotgandek bo'ldi. Boshqalarning nigohlari uning orqasi bilan tosilgan lahzada, uning qo'llari tez va yashirin harakat qildi. Uning qo'lida kichik va o'tkir maxsus kesuvchi pichoq yashiringan edi. U xavfsizlik kamari va Madinaning soni o'rtasidagi ko'plab yordamchi arqonlardan birini topdi. Bu arqon eng ichki, eng kam ko'zga tashlanadigan joyda edi va u arqonni to'liq kesib tashlamadi. Buning o'rniga u juda chuqur kesik qildi. Arqonning faqat 3dan 1 qismi qoldi. Bu ko'z bilan aniqlash mumkin bo'lmagan makkorona tuzoq edi. Oddiy sharoitda u mort bo'lsa-da chidashi mumkin edi. Ammo qoyaga ko'tarilish jarayonida butun tana ogirligi yuklangan o'ta ogir lahzada bu zaiflashgan arqon chirt etib uzilishi kerak edi. Bu baxtsiz hodisa sifatida niqoblangan mukammal qotillik rejasi edi. "Bo'ldi, endi ehtiyot bo'lib ko'taril, yiqilib tushib, mening obro'yimni to'kma." U qizning yelkasiga qoqib, go'yo hech narsa bo'lmagandek otib ketdi. "Ko'tarilishni boshlang." Murabbiyning buyrug'i bilan askarlar birin-ketin qoyaga yopisha boshlashdi. Madina oldinda borardi. Uning harakatlari professional toqqa chiquvchidek yengil va nafis edi. U toshlarning turtib chiqqan joylariga go'yo zinadan ko'tarilayotgandek chiqardi. Pastda kuzatib turgan safdoshlari hayratdan qichqirib yuborishdi. "Voy bovo! Madina Aliyeva hazillashmayapti, deyarli uchib chiqyapti-ku." Sardor Qosimov bu manzarani sovuq jilmayish bilan kuzatib turardi. "Xohlagancha zavqlanib qol. Bu sening ikki qo'l, ikki oyoging bilan harakatlanadigan so'nggi lahzalaring bo'ladi." Madina tezda qoyaning ortasidan o'tdi. Endi choqqagacha taxminan 10 metr qolgan edi. Shu payt u yo'lning eng qiyin qismi, deyarli 110 darajalik burchak ostida turtib chiqqan overhang qoyasiga duch keldi. Bu yerdan o'tish uchun u butun tana ogirligini qo'l kuchi bilan yuqoriga tortishi kerak edi. Madina bir oz hansiradi. U qolgan bor kuchini to'plab, toshdan ushladi va tanasini yuqoriga torta boshladi. Qirs. Uning mushaklari qarsilladi. Butun tana ogirligi uning qo'llari, oyoqlari va uni ushlab turgan yagona arqonga tushdi. Aynan o'sha lahzada kichik, ammo dahshatli bir chirt etgan ovoz eshitildi. Uning sonini ushlab turgan yordamchi arqon oxir-oqibat uning ogirligiga bardosh berolmadi va uzildi. Bir zumda uning tanasi muvozanatini yo'qotib, havoda bir tomonga ogib ketdi. Oh! U instinktiv ravishda yana qoyaga yopishishga harakat qildi. Ammo barmoqlarining uchi sirpanib ketdi. Uning tanasiga bog'langan asosiy xavfsizlik arqoni taranglashib, uni bir lahzaga havoda ushlab turdi. Ammo fojia shu bilan tugamadi. Yordamchi arqonning uzilishi boshqa anjomlarga zanjir reaksiyasini keltirib chiqardi. Qars. Metal to'qnashuvi ovozi bilan birga asosiy xavfsizlik arqonini uning kamariga bog'lab turgan karabin qulfi zarbaga bardosh berolmay ochilib ketdi. Endi uning tanasini ushlab turadigan hech narsa qolmagan edi. Madina. Pastdan Timur Valiyevning umidsiz hayqirigi eshitildi. Madinaning tanasi havoda chizgan trayektoriya juda aniq edi. Uning tanasi qanoti singan qushdek qutqarib bo'lmas darajada o'nlab metr chuqurlikdagi jarlikka qulab tusha boshladi. Ko'zlarida u qoya ostidan unga qarab turgan va xira jilmayotgan polkovnik Rustam Qosimovning yuzini ko'rdi. Siz. Bu uning hushini yo'qotishidan oldingi so'nggi fikri edi. Gurs. Butun tokni larzaga keltirgan og'ir va dahshatli to'qnashuv ovozi eshitildi. Baxtiga uning tanasi jarlik tubiga tushmadi. U togning o'rtasida turtib chiqqan tor bir toshga urildi. Ammo bu omad faqat boshqa bir baxtsizlikning boshlanishi edi. Uning o'ng qo'li va chap oyog'i to'g'ridan to'g'ri toshga urilib, butun zarba kuchini o'ziga qabul qildi. Qirs-qirs. Suyaklarning maydalanishining dahshatli ovozi eshitildi. Uning qo'llari va oyoqlari galati burchak ostida sindi. Oq suyak harbiy kiyimini teshib chiqdi. Qizil qon otilib chiqdi.
Mashg'ulot maydoni tartibsizlikka to'ldi. Murabbiylar va tibbiyot xodimlari baqirib, unga yetib borish uchun arqonlarda tusha boshlashdi. Rustam Qosimov bu manzarani sovuq nigoh bilan kuzatib turardi. Bu iflosning baxti bor ekan, omon qoldi. U qizning darhol olmaganidan bir oz afsuslandi, ammo keyin mamnuniyat bilan jilmaydi. Nima bo'lganda ham, bunday og'ir jarohat bilan u boshqa hech qachon askar sifatida yashay olmaydi. Uning maqsadi mukammal amalga oshgan edi. Baxtsiz hodisani tekshirish natijasi juda aniq chiqarildi. Oddiy askar Madina Aliyeva mashg'ulot qoidalarini buzib, Overhang hududidan ehtiyotsizlik bilan otishga uringan va shaxsiy xatosi tufayli baxtsiz hodisaga uchragan. Barcha xavfsizlik anjomlarida hech qanday muammo bo'lmagan. Sardor Qosimov kesilgan arqon parchasini makkorlik bilan egishtirib olib, dalilni yo'q qilgan edi. Barcha ayb jabrlanuvchining o'ziga yuklandi. Madina mo'jizaviy tarzda omon qoldi, ammo u hamma narsasini yo'qotdi. U faxrlanib yurgan mustahkam jismoniy holati va orzularini. U endi barcha to'siqlarni yengib o'tadigan askar emas edi. U ojiz bir nogironga aylangan, ehtimol boshqa hech qachon o'z oyog'iga tura olmaydigan holga kelgandi. Uning uzun va qorong'u umidsizlik kechasi shunday boshlandi. Va bu umidsizlikning oxirida uni tasavvurdan ham dahshatliroq sharmandalik kutib turardi. Bir necha kun o'tgach, qismni kuchli yomg'irlar qopladi. Qishning muzdek jalasi mashg'ulot maydonini loyqa, qo'rqinchli botqoqlikka aylantirib, shiddat bilan quyar edi. Askarlar yomg'ir kiyimlarini kiyib, yomg'ir ostida maydonda saf tortishdi. Ular butun qism uchun shoshilinch ruhiy tarbiya mashg'ulotiga chaqirilgan edilar. Ammo o'sha kungi ruhiy tarbiyaning asl maqsadi boshqa narsa edi. Bu tarbiya emasdi. Bu bir insonni qurbonlikka keltiradigan shafqatsiz ommaviy jazo edi. Polkovnik Rustam Qosimov o'z rejasini mukammal amalga oshdi deb o'yladi. Madina Aliyeva endi qanoti singan qush edi, boshqa hech qachon ucha olmaydi. Ammo u nafaqat uning tanasini, balki ruhini ham butunlay yo'q qilib, barcha askarlar oldida uni namuna qilib ko'rsatmoqchi edi. U o'z hokimiyatiga qarshi chiqqanlarning fojiali oqibatini hammaga ko'rsatib qo'ymoqchi edi. Oddiy askar Madina Aliyeva. Rustam Qosimovning sovuq ovozi karnay orqali yangradi. Oldinga chiq. Tibbiyot bo'limida davolanayotgan Madinani boshqa askarlar maydon o'rtasiga sudrab olib chiqishdi. Unga hatto nogironlar aravachasidan foydalanishga ham ruxsat berilmadi. U gipsga olinmagan chap qo'li bilan hassa tutib, og'riq bilan qadam tashlardi. Uning o'ng qo'li va chap oyog'i oq gips bilan qotirilgan edi. Gips yomg'irdan hol bo'lib, 1000 kilodek og'irlashib ketgandi. U maydon o'rtasida turganida Rustam Qosimov go'yo tayyor turgandek gap boshladi. Hammangiz yaxshilab qarang. U Madinaga ishora qilib baqirdi. Bu maxluq askarlik sha'nini bulgaydigan zaiflik timsolidir. Bu maxluq o'z haddini bilmay, o'z boshiga kulfat orttirgan ahmoqlik namunasidir. U shaxsiy xato tufayli yuz bergan baxtsiz hodisa haqidagi soxta hisobot mazmunini barcha askarlarning ongiga singdirayotgan edi. Ammo bizning qismimiz bunday ruhiy zaif maxluqlarni o'z holiga qo'ymaydi. Bugun biz unga o'zining chirigan ruhini tozalab, matonatli askar bo'lib qayta tugilishiga imkoniyat beramiz. Uning munofiqona so'zlari oldida askarlar nafasini yutib turishdi. Ularning hammasi nimadir dahshatli narsa boshlanishini sezishardi. Rustam Qosimov o'z o'g'li leytenant Sardor Qosimovga o'girildi. Leytenant Sardor, nimani kutyapsan? Boshla. Sardor Qosimovning lablarida shafqatsiz bir tabassum paydo bo'ldi. U maydonning bir burchagida tayyorlab qo'yilgan hol gishtlar uyumiga yaqinlashdi. Madina Aliyeva, yerga yot. Sardor Qosimov buyruq berdi. Madina javob bermadi, u faqat ularga olovli nigoh bilan tikilib turardi. Bu iflos hali ham aqlini yig'mabdimi? Senga yerga yot dedim. Sardor Qosimov unga tashlanib, hassasiga tepdi. Madina muvozanatini yo'qotib, loyqa yerga yiqildi. Qani boshladik. Sardor Qosimov boshqa bir askarga Madinaning yelkasiga birin-ketin hol gishtlarni qo'yishni buyurdi. 1, 2, 3. Gishtlar ko'paygan sari Madinaning tanasi ingray boshladi. U gipsga olinmagan chap qo'li bilan butun tana og'irligi va gishtlar uyumining og'irligini ko'tarish kerak edi. Uning qo'li qamishdek titrardi. 10, 15.
Uning nafasi qisilib, ko'z oldi qorong'ilasha boshladi va nihoyat 20-gisht uning yelkasiga qo'yilgan lahzada. U og'zidan chiqqan ingroqni to'xtata olmadi. Butun tanasi xavfli tarzda chayqalib, go'yo hozir qulab tushadigandek edi. Rustam Qosimov qora soyabon ostida turib, bu manzarani sovuq kuzatib turardi. U Madinaga yaqinlashib, harbiy etikining uchi bilan uning biqiniga kuchli turtki berdi. "Otchimanya qil, befoyda maxluq." Uning hayvoniy hayqirigi yomg'ir shovqinini yorib o'tdi. "O'zingni kim deb o'ylayapsan? O'z haddini bilmaslikning bahosi qanday bo'lishini hammaga ko'rsatib qo'yishim kerak." 1. U sanashni boshladi. Madina tishlarini gijirlatdi. Uning yuzidan yomg'ir suvi yoki ko'z yoshlari ekanligini bilib bo'lmaydigan issiq bir suyuqlik oqardi. U taslim bo'lmadi. U so'nggi gururini saqlab qolish uchun bor kuchi bilan titrayotgan qo'lini bukishga harakat qildi. Ammo tanasi unga bo'ysunmadi. U yuzi bilan loyqa yerga quladi. Yelkasidagi gishtlar sharaq-shuruq etib yerga to'kildi. Ahvoliga qaranglar. Mana bu sizlar ko'klarga ko'targan yulduzning asl basharasi. Sardor Qosimov tupurib masxara qildi. Rustam Qosimov yana baqirdi. "O'rningdan tur, qaytadan boshla. Bu iflos yalinib kechirim so'ramaguncha tugamaydi." Askarlar yana uning yelkasiga gisht qo'ymoqchi bo'lib yaqinlashdi. Aynan shu paytda Madinaning do'sti Timur Valiyev bunga ortiq chiday olmay safdan yugurib chiqdi. "To'xtating. Iltimos, to'xtating." U boshini ushlab yigladi. "Meni jazolang. Madina bemor-ku. Iltimos. Bu ahmoq jinnimi?" Sardor Qosimov yugurib kelib Timurni mushtladi. "Sen ham bu iflosning sherigimisan? Yaxshi, senga ham shu qismatni ravo ko'raman." U Timurning yelkasiga ham gisht qo'yishni buyurdi. Madina o'zini himoya qilib, ojiz yotgan do'stiga qarab, umidsizlikka tushdi. "Otajon, hammasi rostdan ham tugadimi?" U beixtiyor bo'ynidagi sovuq jetonni, otasining so'nggi va'dasini esladi. Aynan o'sha lahzada Timurning qo'li bo'ynidagi jetonga tegdi. U Madinani quchoqlagan holda sezdirmasdan jetonning orqasidagi kichik tugmachani bosdi. Chirt. Bu yordam so'rash signali edi. Bu qasos signali edi. Bu qo'mondonlik shtabida uxlab yotgan chol borisini uyg'otadigan taqdir tugmasi edi. Rustam Qosimov va Sardor Qosimov o'zlarining shafqatsiz bayramlardan zavqlanish bilan band edilar. Ular bir necha o'nlab kilometr uzoqlikdagi quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondonligi bosh shtabida katta ekran ularning dahshatli harakatlarini to'g'ridan-to'g'ri namoyish etayotganini bilishmasdi. Va eng dahshatlisi, bu ekranni kuzatib turgan bir otaning ko'zlari qonga to'lgan edi. Do'zax eshiklarini ular o'z qo'llari bilan ochib yuborishgan edi. Quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondonligi bosh shtabi. O'nlab elita ofitserlar butun yarim oroldagi, jumladan, oldingi chiziqdagi harbiy harakatlarni 24 soat davomida kuzatib turadigan joy. O'zbekistonning eng o'tkir ko'zi va eng kuchli yuragi. Bu yerdagi havo doim o'ta keskin edi, ammo o'sha lahzadagi keskinlik butunlay boshqa darajada edi. Eng yuqori darajadagi favqulodda signal, bosh shtabda hech qachon eshitilmagan signal quloqlarni teshib yuborgudek chalinardi. Qizil trevoga. Qasos olovi, kodli signal faollashtirildi. Bosh shtabdagi barcha ofitserlar dahshatdan o'rinlaridan sakrab turishdi. Qasos olovi. Bu armiyaning eng dahshatli favqulodda protokoli bo'lib, faqat afsonalarda aytilardi. U faqat quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondoni yoki uning eng yaqin qarindoshlariga eng dahshatli tahdid tugilganda, masalan, dushman tomonidan suiqasd qilinganda faollashtirilar edi. Bu dushman hujumi yoki davlat to'ntarishi kabi oddiy favqulodda vaziyatlardan ham yuqori turardi. Joylashuv. Signal qayerdan kelyapti? Operativ ofitser shoshilib baqirdi. Joylashuv tasdiqlandi. Termiz yaqinidagi Amir Temur motoqchi brigadasi hududidan. Nima? O'zimizning qismdanmi? Hamma o'z quloqlariga ishonmasdi. Shu payt bosh shtabning eng chekkasidagi alohida qo'mondonlik kreslosida o'tirgan bir kishi jim o'rnidan turdi. Bu general Azamat Aliyev edi. Signal chalingan lahzadan beri u bir ogiz so'z aytmadi, faqat oldidagi shaxsiy taktik ekranga tikilib turardi.
Uning ulkan gavdasi otilish arafasidagi vulqondek jim edi, ammo ichida dozax lavasdan ham qaynoqroq gazab qaynardi. Uning ekranida bir daqiqa oldin Timur Valiyevning jetoniga o'rnatilgan mikrokameradan to'g'ridan-to'g'ri uzatilayotgan video namoyish etilardi. Uning yagona qizi gipsga olingan holda jala ostida loyga qulagan. Uning yelkasiga og'ir gishtlar qo'yilgan va bir hayvonning yuzi uni masxara qilayotgandi. Uning ko'zlari qonga to'ldi. Uning qo'lidagi qalin ruchka siquv kuchiga bardosh berolmay, qirs etib ikki bo'lakka bo'linib ketdi. U asta-sekin o'girildi va uning ovozi boshtab bo'ylab yangradi. Bu endi inson ovozi emasdi. Bu bolasini yo'qotgan gazabli chol borisining bokirigi edi. Operativ ofitser. Eshitaman, janob qo'mondon. Hozirning o'zida mening buyrugimni butun armiyaga birorta harfini o'zgartirmasdan yetkaz. Uning ovozi xonadagi signal ovozini ham bosib ketdi. Qasos olovi favqulodda protokoli rasman faollashtirildi. Nishon Amir Temur motoqchi brigadasi. Qalqon maxsus operatsiyalar batalyoni va Lochin hujumchi desant brigadasi. U bir vaqtning o'zida O'zbekiston qurolli kuchlari egalik qiladigan eng o'tkir va eng halokatli ikki nayzani sug'urib oldi. Darhol to'liq qurollanib uchishga tayyorlansin. Barcha transport vertolyotlari eskadronlari safarbar qilinsin. 10 daqiqa ichida nishon havo hududida bo'lish kerak. 10 daqiqa. Janob qo'mondon, bu jismonan imkonsiz. Operativ ofitser dahshatdan e'tiroz bildirdi. Imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Azamat Aliyevning yuzi yonib ketdi. Bu askarning ruhi. Agar 10 daqiqada yetib bormasa, barcha tegishli qo'mondonlar o'z kallalari bilan javob berishlarini yetkaz. Uning qotillik ruhiga to'la buyrugi oldida operativ ofitser boshqa so'z aytishga jur'at etolmadi va boshini egdi. Azamat Aliyevning buyrugi davom etdi. Nishonga yetib borgan zahoti, qismning barcha kirish va chiqish yo'llarini to'liq to'sib qo'ying. Mening buyrugimsiz o'sha dozaxdan bitta chumoli ham chiqib ketishiga ruxsat berilmaydi. U bir lahza to'xtab, keyin tobora sovuqlashib borayotgan ovozda so'nggi buyrugini berdi. Men o'sha joy 10 daqiqa ichida yer bilan yakson bo'lishini xohlayman. Bu endi buyruq emas, la'nat edi. U qizini oyoqosti qilgan kibrli saltanatni xaritadan butunlay o'chirib tashlashga qaror qilgan edi. Bu buyruq berilgan lahzada O'zbekistonning oldingi chizigini himoya qilayotgan barcha askarlarning yuraklari bir vaqtning o'zida tez ura boshladi. Turli bazalardagi uchish-qo'nish yo'laklarida o'nlab Mi-17 transport vertolyotlari va Mi-24 hujumchi vertolyotlari osmonni titratib, bir vaqtda havoga ko'tarildi. Ularning nishoni bitta edi: Amir Temur brigadasi. Osmondan ulkan po'lat bo'ron tushib kelardi. Bu shunchaki harbiy operatsiya emasdi. Bu armiyaning sha'nini bulg'agan ichki dushmanni jazolash uchun muqaddas urush edi. Va bu bo'ronning boshida qorong'ulikni yorib o'tayotgan o'tkir pichoqdek general Azamat Aliyevning o'zi bo'lgan qo'mondonlik vertolyoti uchib borardi. U barcha ishlarga o'z qo'li bilan nuqta qo'yish, qizini qutqarish va o'sha hayvonlarni jazolash uchun dozaxga yo'l olgandi. Qasos olovi boshlangan edi. Bu gazab olovi hamma narsani yoqib kul qilmaguncha to'xtamasdi. Rustam Qosimov va Sardor Qosimov esa yomg'irga botgan mashg'ulot maydonida o'zlarining shafqatsiz bayramlarini davom ettirayotgan, boshlariga dozax hukmi tushayotganini sezishmasdi. Ularning vaqti tugab borardi. Yomg'ir tobora kuchayardi. Polkovnik Rustam Qosimov soyabon ostida turib, o'z oyog'i ostida bo'lib o'tayotgan shafqatsiz ommaviy jazoni katta mamnuniyat bilan kuzatib turardi. Har safar Madina Aliyevaning bo'ysunmas nigohini ko'rganida, u yanada katta zavq his qilardi. U qiz yiglab, kechirim so'ramaguncha to'xtash niyati yo'q edi. 1. 2. To'g'riroq qil, iflos. Sardor Qosimovning qamchidek jaranglagan ovozi butun maydonga tarqaldi. Aynan shu paytda qayerdandir zaif bir ovoz eshitildi. Gumburlagan tovush. Dastlab uni kuchli yomg'ir shovqini bosib, eshitish qiyin edi. Bu nima ovoz? Rustam Qosimov qoshini chimirdi. Ovoz tobora kuchayib borardi. Bu shunchaki ovoz emasdi. Dudududu. Osmonda bir vaqtning o'zida yuzlab ulkan nogoralar chalinayotgandek, yer yuzini titratuvchi gumburlash. Yer tebrana boshladi. Mashg'ulot maydonidagi loyqa suvda mayda to'lqinlar paydo bo'ldi. Anavi nima? Deb baqirdi bir askar, qo'rquvga to'la ovozda osmonga ishora qilib.
Hammaning nigohlari yomg'ir quyayotgan kulrang osmonga qadaldi va ular qalin yomg'ir bulutlarini yorib o'tayotgan qora sharpalarni ko'rdilar. Bir emas, o'nlab, yuzlab po'lat sharpalar go'yo do'zax eshigi ochilgandek osmondan tushib kelardi. Mi-17, Mi-8 va Mi-24 hujumchi vertolyotlari. O'zbekiston qurolli kuchlarining eng kuchli havo kuchlari ularning tepasini qoplab olgan edi. Bu nima degan gap? Rustam Qosimov og'zini ochib qoldi. Bugun hech qanday havo mashg'uloti yo'q edi-ku. Qaysi qism bu? Darhol aloqaga chiqing. U shoshilib baqirgan lahzada oldinda kelayotgan ikkita Mi-24 hujumchi vertolyotidan yorqin nur chaqnadi. Piu-piu. Bu Hellfire raketalari emas, bu kuchli signal raketalari edi. Raketalar qism havo hududida portlab, kunduzgidek yorug'lik sochdi. Va bu yorug'lik ostida ko'ringan manzara yanada hayratlanarli edi. O'nlab vertolyotlardan yuzlab qora sharpalar arqonlarda yerga tushib kelardi. Ular parashyutdan emas, to'g'ridan-to'g'ri o'rgimchakdek tushardi. Bular elita, qalqon, maxsus operatsiyalar batalyoni va hujumchi desant polkining jangchilari edi. Ular tezda qismning tashqi barcha qo'riqlash postlarini egallab, ichkaridan qurshovni siqib kelishdi. Shu bilan birga qismning asosiy darvozasi tomondan yer yuzini titratuvchi gumburlash eshitildi. Gumbur. Qars. Brigadaning ramzi bo'lgan Amir Temur haykali o'rnatilgan ulkan asosiy darvoza portlash ovozi bilan parcha-parcha bo'lib ketdi. Va buzilgan darvoza teshigidan po'lat armiya bostirib kirdi. Bu armiyaning zirhli hujumchi transport vositalari kolonnasi edi. Ulkan zirhli mashinalar to'g'ridan-to'g'ri mashg'ulot maydoniga bostirib keldi. Barcha to'siqlarga qaramay, ular mashg'ulot maydonini qurshab olib, aylana mudofaa halqasini hosil qilishdi. Zirhli mashinalarning tepasidagi pulemyotlar bir vaqtning o'zida brigada shtabi binosiga qaratildi. Atigi 5 daqiqa ichida qism ham osmondan, ham yerdan to'liq qurshab olindi. Rustam Qosimov va Sardor Qosimov faqat ko'z oldilarida bo'layotgan bu g'ayritabiiy manzaraga karaxt bo'lib qarab turishardi. Ularning miyasi butunlay ishlashdan to'xtagan edi. Qimirlamang. Qimirlagan otiladi. Qora niqobli maxsus kuchlar askarlari qurollarni oqtalib, mashg'ulot maydonidagi barcha askarlarni bo'ysundirishdi. Rustam Qosimov shundagina o'ziga keldi. Bu davlat to'ntarishi. Bu aniq davlat to'ntarishi. Jinnimisizlar? Mening kimligimni bilasizlarmi? U o'zini yo'qotib baqirgan lahzada uning boshiga sovuq qurol stvoli tirab qo'yildi. Ovozingni o'chir. Bir maxsus kuchlar askari qundoq bilan uning boshiga urib, yerga tiz cho'ktirdi. Sardor Qosimov ham xuddi shunday ahvolda edi. Faqat otasining hokimiyatiga suyanib kelgan bu nodon leytenant hech qachon his qilmagan olim dahshati oldida bola kabi titrardi. Endi ular mashg'ulot maydonining bosh qahramonlari emasdilar. Osmonni qoplab turgan vertolyotlar orasidan eng kattasi bo'lgan qo'mondonlik vertolyoti asta-sekin pasayib, ularning to'g'risiga qo'ndi. Mashg'ulot maydoni o'rtasida vertolyot eshigi ochildi. Birinchi bo'lib tortdi yulduzli general bayrog'i, quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondonining. Hokimiyat ramzi ko'rindi. Va uning ortidan bir kishi paydo bo'ldi. Harbiy kiyimi hol, ko'zlari gazab va qayg'udan yonib turardi. Uning yelkasida butun O'zbekiston qurolli kuchlarining mas'uliyati bor edi. General Azamat Aliyev. U tiz cho'kib turgan ikki hayvonga qaramadi ham. U faqat bir tomonga, loyqa yerda hansirab yotgan qizi Madina Aliyevaning yoniga qadam tashladi. Barcha tovushlar ochdi. Faqat kuchli yomg'ir va mashg'ulot maydonini to'ldirayotgan bir otaning og'ir nafasi eshitilardi. So'nggi hukm xudosi tushib kelgan lahza edi bu. General Azamat Aliyev yugurmadi. U go'yo har bir qadami bilan yerni ezayotgandek og'ir qadam tashlardi. Har safar uning harbiy etiklari loyqa yerga botganida, butun maydonga gigantning yurak urishidek chapchup ovozi tarqalardi. Uning ko'zlarida qizining surati tobora aniqlashib borardi. Oqarib ketgan yuz, azobli ifoda, hol bo'lib ketgan harbiy kiyim va uning ozgin yelkasini bosib turgan 20 ta qizil gisht. Bu manzara uning yuragini minglab o'tkir pichoqlar bilan tilka-pora qilardi. Bu u butun umrini bagishlab himoya qilgan vatan uning eng aziz xazinasiga ko'rsatgan shafqatsiz zo'ravonlik edi. Nihoyat u qizining qarshisida to'xtadi. U bir ogiz so'z aytmadi. Ulkan gavdasini egib, bir tizzasi bilan loyqa yerga cho'kdi.
Quruqlikdagi qoshinlar qo'mondoni loyqa yerga tiz cho'kdi. Uning dagal va qadoq bosgan qo'llari qizining yelkasiga uzaldi. U go'yo dunyodagi eng qimmatbaho xazinani ko'tarayotgandek, birin-ketin gishtlarni ehtiyotkorlik bilan ola boshladi. Uning qo'llari gazabdan titrardi, ammo har qanday jarrohnikidan ham nozik va muloyim edi. So'nggi 20-gisht olingan lahzada Madinaning holsiz tanasi bir tomonga quladi. Madina. Azamat Aliyev yegisini yutib, qizining ismini aytdi. Dada. Madinaning og'zidan deyarli eshitilmaydigan zaif bir ovoz chiqdi. Sonib borayotgan ongida u o'zini qutqarishga kelgan otasini tanidi. Uning yuzidan issiq ko'z yoshlari oqdi. Hech qisi yo'q, qizim. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Dada keldi. Dada keldi. Azamat Aliyev yig'layotgan hayvondek qizining ismini aytib baqirdi. U o'zining ustki kiyimini yechdi. Tortda yulduz porlab turgan salobatli harbiy kiyim. U bu kiyim bilan qizining sovuq, yomg'irdan hol bo'lgan tanasini ohista oradi. U qizini bagriga bosib, boshini ko'tardi va o'ziga qarab yugurib kelayotgan tibbiyot xodimlarini ko'rdi. Darhol. Qizimni shifoxonaga olib boring. Eng yaxshi shifokorlar guruhi bo'lishi kerak. Agar qizimga biror narsa bo'lsa, hammangizni o'z qo'lim bilan oldiraman. Uning bokiriga oldida tibbiyot xodimlari oqarib ketib, shoshilinch ravishda Madinani zambilga yotqizishdi. Azamat Aliyev qizi vertolyotga olib ketilgunicha kuzatib turdi. Faqat vertolyot havoga ko'tarilib, ko'zdan g'oyib bo'lgachgina u o'rnidan turdi. Uning tanasining yuqori qismi faqat maykada edi. Yomg'irdan hol bo'lgan mustahkam mushaklari va son-sanoqsiz chandiqlari aniq ko'rinib turardi. U endi qayg'uli ota emas edi. U gazablangan urush xudosi edi. U asta-sekin o'girildi. Uning qonga to'lgan ko'zlari endi maxsus kuchlar tomonidan qo'llari ushlab turilgan, maydon o'rtasida tiz cho'kib turgan ikki hayvonga qaratilgandi: polkovnik Rustam Qosimov va leytenant Sardor Qosimov. Azamat Aliyev ularning tomoniga qadam tashladi. Uning qadamlari yerni titratardi. Har bir qadami bilan Rustam Qosimov va Sardor Qosimovning yuzi tobora oqarib borardi. Nihoyat u ularning to'g'risida to'xtadi. U bir ogiz so'z aytmadi, faqat ularga pastdan tikilib turardi. Uning ulkan soyasi ikki jinoyatchini butunlay qoplab oldi. Bu bo'g'uvchi sukunat har qanday baqiriqdan ham qo'rqinchli va dahshatli edi. Rustam Qosimov bu vaziyatga ishona olmasdi. Madina Aliyeva. O'sha iflos qo'mondonning qizimi? Bo'lishi mumkin emas. U omon qolish uchun so'nggi bor urinib ko'rishga qaror qildi. Janob qo'mondon. Tushunmovchilik bo'ldi. Men haqiqatan ham bilmadim. Agar uning sizning qizingiz ekanligini bilganimda, qanday jur'at etardim? U pastkashlarcha o'zini oqladi. Ammo bu qo'rqoq bahona yonayotgan gazab oloviga moy quyishdek bo'ldi. Azamat Aliyevning po'lat mushti tushdi. Gurs. Og'ir ovoz eshitildi. Rustam Qosimovning boshi bir tomonga burilib ketdi, og'zidan qon sachradi. Iflos. Dozax gazabidek bokirik Azamat Aliyevning og'zidan chiqdi. Sen hatto nima deyotganingni ham bilmayapsan. Sening jinoyating faqat mening qizimga tekkaning uchun emas. Agar bu boshqa bir oddiy askar bo'lganida, bugun sen qilgan bu vahshiyliging kechiriladi deb o'ylaysanmi? U Rustam Qosimovning yoqasidan ushlab, uni o'rnidan turgizdi. Bu harbiy kiyimni davlat senga quyi lavozimdagi askarlarni oyoq osti qilib qiynashing uchun bermagan. Yelkangdagi unvonlar senga shaxsiy saltanatingni qurishing uchun berilmagan. U Rustam Qosimovni yerga uloqtirib, hali ham vaziyatni tushunmay titrab turgan Sardor Qosimovga o'girildi. Sen esa leytenant Sardor Qosimov. Sen askar emassan. Sen shunchaki otangning hokimiyati ortiga yashirinib, zaiflarni ezadigan bir qo'rqoqsan. Sen armiyaning sharmandasi, yomon xulqli osimtassan. U go'yo ular bilan gaplashishga arzimaydigandek yuzini o'girdi. Uning haqiqiy hukmi endi boshlanardi. U yerda sochilib yotgan gishtlarga qarab, Rustam Qosimovga yana gapirdi. Uning ovozi endi gazabdan ham o'tib, etni junjiktiradigan darajada sovuq edi. Polkovnik Rustam Qosimov. Senga so'nggi bor bir savol beraman. O'sha 20 ta gisht kimning kelajagini bosib yotganini bilasanmi? General Azamat Aliyevning ohista, ammo og'ir savoli yomg'ir shovqinini yorib, butun maydonga tarqaldi. Bu shunchaki savol emasdi.
Bu shafqatsiz va ogir hukmning debochasi edi. Go'yo oz ayblov xulosasini eshitayotgan mahbusdek Rustam Qosimov javob bera olmadi. U faqat itdek hansirab, titrab loyqa yerda yotardi. Azamat Aliyev javob kutmadi. U yerda yotgan bir gishtni oldi. Yomg'ir suviga iviganligi sababli sovuq va ogir edi. U gishtni qo'lida ushlab, Rustam Qosimovning qarshisida turdi. "Bu nima, ko'ryapsanmi?" deb so'radi u gisht. "Gisht, janob qo'mondon", Rustam Qosimov zo'rga javob qaytardi. "Yo'q", Azamat Aliyev bosh chayqadi. "Bu shunchaki gisht emas." U gisht ushlagan qo'li bilan maydonda saf tortib turgan minglab yosh askarlarga ishora qildi. "Bu ota-onalari vatanga ishonib topshirgan ogirlarning hayoti ogirligidir. Bu ularning har kecha to'kadigan ter va ko'z yoshlarining ogirligidir. Va bu O'zbekiston qurolli kuchlari nomini olgan sha'nning ogirligidir." Uning ovozi tobora balandlashib borardi. "Ammo sen jur'at etding. Sen bu muqaddas ogirlikni quyi lavozimdagi askarlarni oyoqosti qilish uchun shafqatsiz qurol sifatida ishlatding. Yana qo'li va oyog'i singan yosh bir ayol askarning yelkasida." U qo'lidagi gishtni yerga otdi. Shaq! Gisht maydalanib ketdi, qizil parchalar hamma yoqqa sachradi. Polkovnik Rustam Qosimov. Uning ovozi yana muzdek pasaydi. "Hozirgina nima deding? O'sha gishtlar kimning kelajagini bosib yotganini bilasanmi? U nafaqat bir yolg'iz askarning yelkasini bosib yotibdi. U butun armiyaning sha'nini bosib yotibdi." U yana bir qadam tashladi. "Va u sening o'zingning hayotingni ham bosib yotibdi." Bu dahshatli hukm bilan birga Azamat Aliyev o'z yordamchisini chaqirdi. "Hozirning o'zida bu ikki iflosning barcha korrupsiya ishlarini butun qism oldida oshkor qiling." Uning buyrug'i bilan maydon o'rtasiga ulkan LED ekranli yuk mashinasi kirib keldi. Ko'p o'tmay ekran yondi va Rustam Qosimov va Sardor Qosimov yillar davomida qilgan barcha jirkanch jinoyatlarning dalillari paydo bo'la boshladi. Askarlarning maoshlarini ozlashtirganliklarini isbotlovchi bank hisob raqamlari, harbiy anjomlarni tashqariga sotish uchun tashqi pudratchilar bilan kelishuvlarni yashirin kamera yozuvlari va eng muhimi, qoyaga chiqishdagi baxtsiz hodisani qanday uyushtirib, yashirganliklari haqidagi barcha telefon suhbatlari yozuvlari va soxta hisobotlar. "O'sha iflos Madinani joyiga o'tkazib qo'yibsizlar-da, a? Barakalla, o'g'lim. Endi hech kim ko'zingga ko'rinmaydi." Otogil o'rtasidagi shafqatsiz va behayo suhbat karnay orqali butun maydonga tarqaldi. "Vahshiylar! Iblislar!" Askarlarning gazabli hayqiriqlari portladi. Bu qo'rquv tufayli bosib kelingan barcha haqiqatlarning nihoyat fosh bo'lgan lahzasi edi. Timur Valiyev endi qo'rqmasdi. U safdan yugurib chiqib, ekran oldida turdi. Men guvohlik beraman." Uning jasur hayqirigi portlash uchun turtki bo'ldi. "Men ham guvohlik beraman. Meni ham leytenant Sardor Qosimov doim kaltaklardi. Birin-ketin o'nlab, yuzlab askarlar oldinga chiqib, o'zlari chekkan barcha adolatsizlik va azoblarni aytib berishdi. Mashg'ulot maydoni darhol ulkan bir sud zaliga aylandi. Rustam Qosimov va Sardor Qosimov hamma tomondan kelayotgan gazabli ovozlar oldida butunlay sindilar. Ular o'zlari hasharotdek mensimagan zaif odamlar, aslida ularning boshini kesa oladigan eng qo'rqinchli hakamlar ekanligini anglab yetdilar. Azamat Aliyev bu manzarani jim kuzatib turardi. U gazab emas, chuqur qayg'u his qildi. U bu fojianing hammasi faqat bu ikki iblis tufayli sodir bo'lmaganini bilardi. U ularning shafqatsiz harakatlariga jim qarab turgan va yo'l qo'yib bergan qismning barcha a'zolarining mas'uliyatini va buni ertaroq aniqlay olmagan eng yuqori qo'mondon sifatida o'zining ham mas'uliyatini anglab yetdi. U nihoyat so'nggi hukmini chiqardi. U harbiy politsiya boshligini chaqirdi. "Bu ikki iflosga harbiy kiyim kiygan askarlar sifatida muomala qilmang. Shu yerning o'zida ularning harbiy kiyimlarini yirtib tashlang va ular doim gapirib yuradigan qoidalarga binoan harbiy jinoiy qonunchilikdagi eng og'ir moddalarni qo'llab, ularni do'zaxga jo'nating. Odam o'ldirishga suiqasd, korrupsiya, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, vahshiylarcha qiynash, o'zlashtirish, dalillarni soxtalashtirish va armiyaning sha'nini bulg'ash jinoyati. Birorta ham jinoyat e'tibordan chetda qolmasin." Uning buyrug'i bilan harbiy politsiyachilar ikki jinoyatchining harbiy kiyimlarini yirtib tashlashdi. Ularning yelkasidagi yaltiroq unvonlar loyqa yerga uloqtirildi.
Yo'q. Yo'q. Ular hayvondek bokirishdi, ammo hech kim ularga achinmadi. Bu ular o'zlari keltirib chiqargan eng fojiali va adolatli yakun edi. Hukm tugadi. Maydonda yana faqat yomg'ir ovozi qoldi. Bu yomg'ir go'yo osmonning ko'z yoshlari bo'lib, bu iflos yerdagi barcha gunohlarni yuvib tashlamoqchi edi. Azamat Aliyev osmonga qaradi. Uning haqiqiy jangi tugagan edi. Endi faqat qizining yonida bo'lish qolgandi. Ota sifatida u maydondan jim chiqib ketdi. Uning ortidan yangi umid urugi ekilayotgandi. Adolat nomli urug. Hukm devori qulab, chirigan hokimiyatning asl basharasi fosh bo'lgan lahzada, Rustam Qosimovning Polat terror rejimi tomonidan bosib kelingan sukunat togoni nihoyat yorildi. Birinchi bo'lib qo'ng'iroqni kichik va zaif bir tosh, oddiy askar Timur Valiyev chaldi. U endi qo'rquvdan titraydigan zaif bola emasdi. Uning ko'zlarida do'stlarning azobiga befarq bo'lganidan uyalish va adolatsizlikka qarshi kurashish kerak degan qaynoq iroda olov kabi yonardi. U o'ziga to'sqinlik qilayotgan eski askarlarni itarib, maydon o'rtasidagi LED ekraniga yugurdi. U maxsus kuchlar askarining qo'lidan mikrofonni tortib oldi. Men guvohlik beraman. Uning titroq, ammo jarangdor hayqirigi yomg'ir shovqinini yorib, butun maydonga tarqaldi. Minglab nigohlar unga qadaldi. Men bu ikki iblis qilgan barcha jinoyatlarni o'z ko'zim bilan ko'rganman. U chuqur nafas olib, bo'yniga yuk bo'lib kelgan barcha qo'rquvni to'kib sola boshladi. Leytenant Sardor Qosimov bizni, yangi kelgan askarlarni xizmatga kelgan birinchi kundanoq odam o'rnida ko'rmadi. U bizni tez-tez tunda chaqirib, intizomni kuchaytirish bahonasida vahshiylarcha qiynardi. Biz uning o'yinchoqlari edik, faqat uning asablarini bo'shatish uchun qum qoplari edik. Faqat bu emas, u bizning ozgina maoshimizni doim tortib olardi. Hatto ota-onamiz yuborgan cho'ntak pullarni ham u tortib olib, o'zining ayshiratlariga sarflardi. Pul to'lay olmaganlar hojatxonani tozalash bahonasida kaltaklanar yoki dam olish kunlari javob berilmasdi. Uning ovozi tobora balandlashib borardi, guvohligi esa tobora aniq va hayratlanarli bo'lib borardi. Madina Aliyeva, mening do'stim Madina, boshidanoq ularning nishoni bo'lgan. Chunki Madina juda a'lochi edi, har tomonlama leytenant Sardor Qosimovdan ustun edi. Ular uning yorqin iste'dodiga hasad va garaz qilishdi. Shuning uchun ular uni oyoqosti qilish yo'llarini izlashdi, deb baqirdi u. Shayton changali da bo'lgan o'sha voqea baxtsiz hodisa emas, bu aniq qotillik rejasi edi. Men leytenant Sardor Qosimovning mashg'ulotdan oldin Madinaning xavfsizlik arqonini tekshirgandek bo'lib, yashirincha pichoq bilan kesganini ko'rganman. U Madinani boshidanoq oldirish niyatida bo'lgan. Uning hayratlanarli guvohligi maydonni dahshat va gazabga to'ldirdi. Iblis. Qotil. Timur Valiyevning jasorati shu bilan to'xtamadi. U tiz cho'kib turgan polkovnik Rustam Qosimovga ishora qildi. Polkovnik Rustam Qosimov hamma narsani bilardi, lekin ko'rmaganga oldi. Yo'q, u hatto o'g'lining jinoyatlariga rag'batlantirib, uni himoya qildi. U o'z o'g'lining martabasi uchun bir askarning hayotini axlatdek ko'radigan odam. U qo'mondon emas, u shunchaki harbiy kiyim kiygan qotillik tashkilotchisi. Timur Valiyevning jasur hayqirigi mahkam qulflangan Pandora qutisini ochadigan kalitga aylandi. Uning hayqirigidan ilhomlanib, boshqa ovozlar ham eshitila boshladi. To'g'ri. Men ham ko'rganman. Bir serjant safdan yugurib chiqdi. Polkovnik Rustam Qosimov har oy qismning oziq-ovqat mahsulotlarini ozlashtirardi. Biz buzilgan ovqat yeb, och qolardik, u esa bizning qonli soliqlarimiz hisobiga o'z cho'ntagini to'ldirardi. Men ham guvohlik beraman. Yana bir kichik ofitser oldinga chiqdi. U bizdan lavozimni ko'tarish evaziga pora talab qilardi. Biz og'li leytenant Sardor Qosimovning martabasi uchun ozgina pulimizni yigib, unga to'lashga majbur edik. Guvohlik to'lqini nazorat qilib bo'lmaydigan darajada tarqaldi. Qo'rquvdan bosib kelingan yuzlab ovozlar bir ulkan hayqiriqqa aylandi. Ularning ovozi nafaqat ayblov edi. Bu do'zax tubidan chiqqan umidsiz faryod va tortib olingan qadr-qimmatni qaytarib olish uchun muqaddas chaqiriq edi. Maydon darhol ulkan bir hukm sudiga aylandi. Ayblanuvchilar Rustam Qosimov va Sardor Qosimov, hakamlar esa ular oyoqosti qilgan yuzlab nomsiz askarlar edi. Voqealar shu bilan yakun topdi.
O'sha kuni qonga botgan ruhiy tarbiya tadbiri O'zbekiston Qurolli Kuchlari tarixiga eng sharmandali, ammo ayni paytda eng umidbaxsh voqea sifatida yozildi. Bu korrupsiyaga botgan ikki otogil qo'mondonning dahshatli harakatlari fosh bo'lgan sharmandalik kuni edi. Ammo ayni paytda bu zulm ostida qolgan oddiy askarlar o'z jasoratlari bilan adolatni qayta tiklagan shonli inqilob kuni edi. Voqeadan so'ng quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondonligi butunlay ostin-ustun bo'ldi. General Azamat Aliyev o'z ixtiyori bilan qo'mondonlikdan voz kechib, qo'mondonlik mas'uliyati va oilaviy aloqadorlik sababli Mudofaa vazirligidan rasmiy tergov o'tkazishni so'radi. Ammo prezident va mudofaa vaziri uning qat'iyatini va yetakchilik qobiliyatini yuqori baholab, unga butun armiya harbiy madaniyatini isloh qilish qo'mitasi raisi degan og'ir vazifani topshirdilar. U shaxsiy qasosdan o'tib, butun armiyani tozalashga qaratilgan kattaroq kurashni boshladi. Amir Temur brigadasi deyarli tarqatib yuboriladigan darajada katta islohotdan o'tdi. Rustam Qosimovning korrupsiyasiga ko'z yumgan yoki yo'l qo'yib bergan barcha ofitserlar lavozimidan chetlatilib, intizomiy kengashga tortildi. Bo'shagan o'rinlar yosh, halol va qobiliyatli ofitserlar bilan to'ldirildi. Qismning nomi o'zgarmadi, ammo ichidagi muhit butunlay boshqacha edi. Terror va sukunat o'rnini ochiq muloqot va qaynoq safdoshlik tuyg'usi egalladi. Va nihoyat hukm kuni keldi. Harbiy sud Rustam Qosimov va Sardor Qosimovni boshqa har qanday suddan ham tezroq va qattiqroq sud qildi. Ular eng yaxshi advokatlar guruhini yollab, bu shunchaki tasodifiy baxtsiz hodisa va qo'mondonning qonuniy jazolashi ekanligini da'vo qilishdi. Ammo yuzlab guvohlar va ayniqsa Timur Valiyevning jetonida yozib olingan hal qiluvchi video oldida ularning qo'rqoq bahonalari hech qanday ahamiyatga ega bo'lmadi. So'nggi hukm kunida bosh sudya hukmni o'qishdan oldin kamdan-kam uchraydigan holat, o'zining shaxsiy fikrlarini bildirdi. Men ham armiyada 30 yil xizmat qilgan faxriyman. Bugun men bu yerda nafaqat advokat libosidagi sudya sifatida, balki aziz safdoshlarim nomidan bu iflos jinoyatni hukm qilish uchun kelgan keksa bir askar sifatida turibman. Uning ovozi gazabdan titrab ketdi. Ayblanuvchi Rustam Qosimov, ayblanuvchi Sardor Qosimov. Sizlar nafaqat qonunni buzgan jinoyatchilarsizlar. Sizlar bizning bir marta askar, abadiy askar degan muqaddas sho'rimizni bulgadingizlar. Askarlik sha'niga dog' tushirdingizlar va qanchadan qancha yosh askarlarning qalbida yonib turgan gurur olovini o'chirdingizlar. Sizlar kechirib bo'lmas xoinlarsizlar. U stolga qattiq mushtladi. Shuning uchun sud siz ikki xoin uchun harbiy jinoiy qonunchilik ruxsat beradigan eng og'ir jazoni tayinlaydi. Sizlar kabi yovuzlar boshqa hech qachon O'zbekiston Qurolli Kuchlariga qadam qo'ymasligini ta'minlash uchun. U hukmni qo'liga oldi. Ayblanuvchi Rustam Qosimov, sobiq polkovnik, brigada komandiri, yuqori lavozimdagi shaxsni o'ldirishga suiqasd, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, maxsus qiynoq, ozlashtirish, dalillarni soxtalashtirish va xizmat burchiga sovuqqonlik bilan qarash kabi 17 ta jinoyatda aybdor deb topilib, qonunchilikning eng yuqori jazosi, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinadi. Ayblanuvchi Sardor Qosimov, sobiq leytenant, o'ldirishga suiqasd, maxsus qiynoq, vahshiylarcha qiynash, mulkni o'zlashtirish kabi 21 ta jinoyatda aybdor deb topilib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinadi. Umrbod qamoq jazosi. Otogil umrlarining qolgan qismini sovuq qamoqxonada bir-birlariga qarab, o'z gunohlarini kemirib o'tkazishlari kerak edi. Rustam Qosimov tiz chokib yiglardi, Sardor Qosimov esa faqat boshliqqa karaxt bo'lib tikilib turardi. Ularning jirkanch saltanati eng ayanchli tarzda tugagan edi. Hukm tugab, yangi boshlanish keldi. Bir necha oy o'tgach, Madina Aliyeva uzoq davom etgan jismoniy terapiyani tugatib, nihoyat shifoxonadan chiqdi. Uning qo'llari va oyoqlarida xira chandiqlar qolgan edi, ammo u mo'jizaviy tarzda yura olardi. U avvalgidek tez emasdi, avvalgidek yugura olmasdi. Ammo uning qadamlari har qanday askarnikidan ham qat'iy va salobatli edi. Quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondonligi uning xizmatlarini e'tirof etib, uni 3-darajali jasorat medali bilan taqdirladi va qulay hayot kechirishi uchun iste'foga chiqishni maslahat berdi. Ammo u rad etdi. Men qochmayman, dedi u otasiga, quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondoniga. Men yiqilgan joyimga qaytaman. Amir Temur brigadasiga. Men bilan bir xil azob chekkan safdoshlarimni himoya qilish va ularga yo'l ko'rsatish uchun bor kuchimni ishga solaman. Boshqa hech kim bunday azob chekmasligi uchun. Ishonamanki, men shuning uchun omon qoldim.
Qizining bu jasur qarori oldida general Azamat Aliyev ko'z yoshlarini tiya olmay, uni mahkam quchoqladi. Uning qizi boysunmagan edi. U aynan singan joyida yanada kuchli va go'zal bir gul bo'lib ochilgan edi. U va'dasini bajarib, Amir Temur brigadasiga qaytdi. U qism darvozasidan kirib kelgan lahzada, qismning barcha askarlari mashg'ulot maydonida saf tortib, uni kutib turishardi. Oldinda qobiliyatli bo'linma komandiri o'rinbosari bo'lgan Timur Valiyev turardi. U jarangdor ovozda buyruq berdi: "Butun qism, diqqat! Qahramon askar Madina Aliyevani kutib olish uchun. Yashasin!" Minglab ovozlar bir bo'lib moviy osmonga tarqaldi. Bu eng iliq kutib olish va unga bo'lgan hurmatning ifodasi edi. Madinaning ko'zlari namlandi. U o'ziga salom berayotgan safdoshlariga qarab jimgina qasam ichdi. Men endi yolg'iz emasman. Uning uzun va qorong'u dahshatli tushi tugagan edi. Endi uning oldida faqat yangi safdoshlari bilan birga quradigan umidga to'la kelajak bor edi. Amir Temur brigadasining haqiqiy tongi otayotgan edi. Bu hikoya bizdan so'rayapti: agar sizga bitta gisht berilsa, u bilan nima qilardingiz? O'zingiz uchun qal'a qurasizmi yoki boshqalar uchun uy qurasizmi? Bu hikoya bizga sukunatning og'irligi haqida ham gapiradi. O'sha kuni maydonda yuzlab askarlar jim turishdi. Ular faqat ko'z oldilarida bo'layotgan dahshatli zo'ravonlikni kuzatib turishdi. Ularning sukunati iblis Rustam Qosimovga qo'shimcha kuch berdi va Madina Aliyevani yanada chuqurroq umidsizlik jarligiga itardi. Agar ulardan faqat bir kishi Timur Valiyev kabi jasorat bilan ovozini chiqarganida yoki faqat 10 kishi birgalikda ovoz chiqarganida, bu fojianing oldini olish mumkinmidi? Jamoaviy sukunat ba'zan zo'ravonlikdan ham qo'rqinchliroqdir. Chunki u adolatsizlikka yo'l qo'yib berish va yovuzlikni oziqlantirish uchun eng unumdor zaminga aylanadi. Endi men sizdan so'rayman, agar siz o'sha kuni yomg'ir ostidagi maydonda turgan nomsiz askarlardan biri bo'lganingizda, qanday tanlov qilardingiz? Hamma qo'rquvdan boshini egganida, siz ham ko'pchilik jim turgan tomonda bo'lib, adolatsizlikka ko'z yumasizmi? Yoki siz yiqilayotgan safdoshingiz uchun hamma narsani yo'qotish xavfiga qaramay, jasorat bilan ovozini chiqargan yagona odam bo'larmidingiz? O'z fikrlaringizni quyida izohlarda qoldiring. Adolat faqat katta sho'rlar yoki qahramonlik harakatlarida emas. U hozir sizning yuragingizda jaranglayotgan vijdoningizning kichik ovozini tinglashdan boshlanadi. Agar bu hikoya sizga yoqqan bo'lsa, uni do'stlaringiz bilan baham ko'ring, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda siz O'zbekiston harbiylari hayotidagi eng ta'sirli va qahramonlikka to'la voqealarni o'tkazib yubormaysiz. Rahmat.